Xo'p, bugun sizlar bilan yana bitta dolzarb mavzu biznesni qachon kengaytirish kerak va qanday kengaytirish kerak degan mavzuda suhbatlashamiz. Bugungi bo'ladigan moliyaviy savodxonlik mini darsimizda bir nechta asosiy narsalar haqida gaplashamiz. Xo'p, aslida biznesni kengaytirish, ya'ni tadbirkor biznesim yaxshi ishlayapti degani uni kengaytirib bo'ladimi degan savolga javob emas. Ya'ni men zo'r ishlayapman yoki sotuvim ko'paydi, oborotim kengaydi, demak men biznesni kengaytirishim kerak degan signal bermaydi aslida. Lekin tadbirkor ko'p shunaqa o'ylaydi va o'ziga savol beraveradi. Kengaydim, sotuvim oshdi, odam soni ko'paydi, endi kengaysammikan degan narsa tug'ilishni boshlaydi. Lekin kengayish bu shunchaki filial yoki do'konni yoki produktni ko'paytirish emas, yoki xodimni yollash emas bu. Bu moliyaviy qaror qabul qilish degan, ya'ni jiddiy holat bo'ladiki, bu yerda bir noto'g'ri vaqtni, lokatsiyani yoki qarorni, raqamlarni noto'g'ri tanlab qo'ysak, bu bizga naborat qimmatga tushishi va orzu umidlarimizni umuman barbod qilib yuborishi mumkin. Bugungi darsda sizlar nimalar olasizlar? Birinchi eng asosiy oladigan narsa kengaytirishning to'g'ri vaqtini qanday aniqlash? Ya'ni kengaytirishning to'g'ri vaqti qachon bo'ladi? Qaysi paytda biz kengaytirishning signalini olamiz? Qaysi 5 ta moliyaviy ko'rsatkich yashil bo'lganda biz kengaytirishimiz kerak? Men sizga yashil signallarni ham tushuntiraman. O'zbekiston misolida bir amaliy misolda ko'rib chiqamiz. Kengaytirish paytidagi eng katta hozir tadbirkor qilayotgan xatolar haqida ham bir nechtasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi qism kengaytirish haqida. Ya'ni o'zi kengaytirish bu nima? Ko'pchilik kengaytirishni hajm oshishi deb o'ylaydi yoki savdo oshishi deb o'ylaydi. Kengayishni juda ko'pchilik har xil talqin qiladi. Lekin moliya nuqtai nazaridan kengaytirish bu bir xil tizimni o'sha xarajatlar asosida ko'proq daromad topish degani. Ya'ni o'sha xarajatni qilasiz, o'sha magazindasiz, lekin endi ko'proq foyda topasiz. Ya'ni mamlaqa emas. Masalan, noto'g'ri tushuncha bor, ko'proq xarajat qilsam o'saman degan. Yo'q. To'g'ri tushuncha qanaqa? Bir xil xarajatdan ko'proq daromad topish. Mana shu kengayish o'zi aslida. Yoki yangi biznes ochaman. Kengayish uchun o'ylaydik, yangi biznes ochaman deydi. Yo'q. To'g'ri yondash qanaqa? Mavjud tizimni takrorlash, ya'ni mana shu biznesni zo'r tizimlashtirib olib, shuni kopiya qilib ko'paytirish. Boshqa sohaga kirib ketish, masalan, telefon savdosi bilan shug'ullanadigan odam, deylik, mebelga o'tib ketib qoladi. Mana shu noto'g'ri. Ya'ni undan ko'ra o'sha telefonni zo'r qilib, o'shani kopiya qilib, buni ko'paytirish muhim. Mana shu kengayish deyiladi. Masalan, bir misolda ko'ramiz. Masalan, Toshkentda bir maishiy texnika do'koningiz bor, tasavvur qiling. U yoqda 150 million so'm oylik daromad ko'rasiz. Общий bir oylik xarajatlaringiz 35 million so'm. Deylik, umumiy sof foydangiz, sof foyda, hamma xarajatlardan keyin sof foydangiz 15 million so'm chiqadi deylik. Mana shu kengaytirish degani, ya'ni ikkinchi filial ochib, u yerda ham 15 million foyda olish mumkin degani mana shu yerda. Ya'ni siz ko'rdingiz, eng ko'pida qancha topayotganingizni bilyapsiz, mana shu tizimni kopiya qilib, mana shu barqaror ushab, ikkinchi filial ochsangiz yana 15 million so'm sizda pul bo'ladi degani. Kengaytirish deganda mana shuni tushunish kerak. Xo'p, kengaytirishdagi 5 ta moliyaviy signal qanaqa? Nima yashil chiroqlar borki, bularni hatto bittasi ham sariq yoki qizil bo'lsa kengaytira olmaymiz. Ustida ishlaymiz, yashilga o'tkazib keyin kengaytiramiz. Nima bular? Birinchisi, barqaror pul oqimi. Ya'ni siz 6 oy ketma-ket umuman kassiv razreshga tushmasdan, ya'ni pul yetishmovchiligiga tushmasdan, har oy topadigan pulingiz hamma xarajatlarga yetib ortib qolayotgan bo'lsa, endi siz kengayish haqida o'ylasangiz bo'ladi. Keyin bir misolda ko'rib chiqamiz. Navoiydagi bir restoran egasi Dilshod aka 8 oy davomida har oy kamida 20 million so'mdan sof bunda pulni chetga olib qo'yapti. Ya'ni puli har oy yetyapti va 20 million so'm olib ham qo'yapti, ortib qolyapti. Mana shu yerda o'zi kengayish kerak degan signal paydo bo'ldi. Endi Navoiydagi Dilshod aka restoranni ikkinchisini ochsa bo'ladi. Ikkinchi signal foydalilik darajasi. O'rtacha O'zbekiston sharoitida oyiga 15% dan 20% gacha biznes kamida foyda ko'rishi kerak. Masalan, 100 million so'm bitta biznesda savdo qilyapsiz va undan 20 million so'm foyda qilyapsiz masalan. Mana shu 20% foyda topyapsiz degani va agar mana shu holatda bo'lsa kengaytirishni o'ylash kerak. Faqat birinchi o'sha cash flow, boyagi pul oqimi barqaror bo'lish kerak. Bular bir-biriga bog'liq. Birortasi bo'lmasa ham bo'lmaydi o'sha. Lekin mana shu 5% bo'lib qolsa, ya'ni 100 million so'm savdo qilib 5 million so'm topsangiz, avval bu yerda kengayishdan oldin foydani oshirishni o'ylash kerak. Mana hozirgi o'zbek tadbirkori nima deb o'ylaydi? Foydani oshirishning yo'li ko'paytirish deb o'ylaydi. Yo'q, mana shu hozirgi biznesni eng zo'r foydaga olib chiqish, uni ustida ishlash, mana shuni zo'r qilishdan o'z aslida boshlanadi u. Uni biznesni ko'p qilish degani xatoni yana ko'paytirish degani. O'z shu yerda xato qilyapsiz, hozir kam topyapsiz. Siz buni ustida ishlamasdan bu xatoni yana ko'paya qilasiz. Mana shu eng katta xato.
Uchinchi signal moliyaviy yostiqcha. Kamida 3 oylik xarajatlarni qoplaydigan rezerv bo'lishi kerak. Masalan, bitta qashqadaryolik bitta tadbirkor 30 million so'm oyiga xarajat qiladi biznesiga. Mana shu 90 million so'm pulni rezerv qilib yig'ib qo'ydi. Endi mana kengayish haqida o'ylasa bo'ladi. Ya'ni rezervsiz kengaytirish bu xavfli hisoblanadi. 3 oy kamida yashay olishingiz kerak bo'lgan pulingiz bo'lishi kerak bu yerda. To'rtinchisi mijozlar talabi. Ya'ni hozirgi biznes quvvatingizdan kelib chiqib mijozlarni ko'pisini rad qilayotgan bo'lsangiz. Masalan, Toshkentda bitta shirinlik biznesingiz bor. Har hafta 20 ta 30 ta buyurtmani joy yo'qligi uchun rad qilasiz yoki uspet qilmaganingiz uchun rad qilasiz. Ilojingiz yo'q. Отказ qilib yuboryapsiz. Mana shu holatda уже talab borligini belgisi bo'ladi va siz kengayishingizni o'ylashingiz kerak. Faqatgina bundan oldingi 3 ta belgi yashil bo'lsa. Va oxirgi 5-chi svetoforimiz belgisi bu tizim ishlashi. Ya'ni agar siz qatnashsangiz bo'lib, qatnashmasangiz bo'lmayotgan bo'lsa, bu biznesni ko'paytirish qilish yoki kengaytirish kerak emas. Chunki bu biznes odamga bog'lanib qolgan. Mana siz chetga bir haftaga dam olishga ketib qolsangiz, masalan, bo'ldi, biznes agar yursa, bu tizim ishlayapti degan. Agar yurmayotgan bo'lsa yoki oqsoqlanayotgan bo'lsa, siz bo'lsangiz yaxshi yursiz, siz bo'lmasangiz bo'lmayotgan bo'lsa, bu yerda kengaytirish haqida o'ylash kerak emas. Avval tizim haqida o'ylash kerak bo'ladi. Xo'p, qanaqa qilib O'zbekiston misolida, amaliy misolda ko'rsak bo'ladi? Masalan, kengayish qarorini qabul qilishdan oldin biz kengaytirish chegarasini nima qilib olamiz, chizib olamiz. Ya'ni har oy joriy foydani, sof foydani 50%ni. Endi bu standart holatdagi formula, lekin O'zbekistonda mana aniq foiz chiqarsa bo'ladi-da. Masalan, 3 yildan keyin yoki 1 yildan keyin bitta filial ochmoqchisiz, qancha pul ketishini bilasiz. O'rtacha unga har oy qancha yig'ishini bilasiz, o'shandan foiz kelib chiqadi. Masalan, hamma biznesda har xil bu. Kimdir kengaytirish chegarasini 30% qo'yadi. Ya'ni foydasini 30%ni yig'adi. Kimdir 10%ni yig'adi, kimdir 20%ni yig'adi, kimdir 50%ni yig'adi. Biz modeldan kelib chiqdi, lekin umumiy standart qoida har oy sof foydani 50%ni kengayish uchun yig'ish. Va 4-chi bugungi darsimizning qismi bu kengaytirish paytidagi tadbirkor qilayotgan 4 ta eng katta xato. Bu nima xatolar? Birinchi xato erta kengaytirish. Ya'ni tadbirkor foydani 1-2 oy zo'r yaxshi bo'lganiga darhol filial ochishni o'ylab qoladi. Ya'ni, zo'r deydi, bo'ldi. Mana shu har doim shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi-da. Qanaqa buni ko'rish mumkin? Masalan, deylik, bitta siz elektronika magaziningiz bor. O'sha elektronika magazini yangi yilda, yil oxiriku zo'r savdo qiladi-da. Siz xursand bo'lib ketasizda, sirasi ikkinchi filial ochib olasiz. Lekin bahoriga borib savdo tushib ketadi-da u, ikkita filialda ham. Ikkinchi filial ijarasiga ham pul topa olmay qolasiz. Mana shuning uchun erta kengaytirish, ya'ni hali 1 oy, 2 oy o'zi foyda ko'rib, hali boyagi 5 ta nimaga yashil chiroqqa qaramasdan qilib qo'ysangiz, bu erta kengaytirish bo'lib qoladi va bu uchun albatta badal to'laysiz. Ikkinchi xato bu kreditga kengaytirish. Ko'pchilik kredit olib kengayaman deb plan qilib kredit oladi. O'zi aslida kreditni umuman nima qilmayman, tavsiya qilmayman. Kredit umuman biznesga aralashtirish kerak emas, kredit pulini. Kredit qachon bu kredit ishlayotgan biznes uchun kredit olinadi? Ya'ni qarz deylik, qarz qachon olinadi? Qachonki u ishlayotgan bo'lsa. Ko'pchilik yangi biznes uchun ham kredit oladi-da. Hali o'zi ishlatib ko'rmagan, yangi soha to'g'risida kredit oladi. Mumkin emas, mana shu qoida noto'g'ri. Uchinchi nima xato bu tizim o'rniga odamga tayinish. Ya'ni qaysidir top menejeringizga, o'zingizga, qaysidir ishchilaringizga ishonasizda, ular sizda xuddiki butun umr ishlaydi, qaysi menejerlarga ishonasizda, tizim qurmasdan odamni ustiga qurib qo'yasiz biznesni. Chunki bu narsa xatoligi nimada? Deylik, bitta siz non zavodingiz bor, non ishlab chiqarardingiz, barcha qarorlarni faqat siz qaror qabul qilgansiz yoki qaysidir Abjabbor degan ishchingiz qaror qabul qilganda, ikkinchi filialni ochganimizda u yerda sifat buzilib ketdi. Chunki u yerda Abjabbor yo'q. Abjabbor ikkiga bo'lina olmaydi endi. Mana shu yerda ham biz tizim o'rniga odamga ishonib, tizimni ustiga, odam ustiga qo'yib qo'ysak biznesni, kengayishni noto'g'ri qilib qo'yamiz. Yoki 4-chi eng oxirgi xato bu moliyaviy hisobsiz kengaytirish. Ya'ni umuman hisob kitob yo'q. Hislar bilan, emotsiyalar bilan yoki bilmayman kimdandir motivatsiya olamiz, qayerqadir borib podkastlar ko'ramiz, nimadirlar qilamizda, mana shu nimamizni raqamlarga qaramasdan kengayib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda nima qoidaga amal qilish kerak? Kengaytirish qarorini qabul qilishdan avval kamida 12 oylik tarixni ko'rib chiqish kerak. Ya'ni qancha foyda qilganman, pul yetganmi, qayerlarda ko'p pul yo'qotyapman, ana shu narsalarni ko'rib chiqmasam, moliyaviy hisoblarsiz, raqamlarsiz hisoblamasam, kengayishim xato bo'lib qoladi. Chunki mana shunaqa gap ham borki, mana oldin Excelda boyimagan odam hayotda boyishi qiyin-da. Bu nima degan desa, moliyaviy hisob-kitob qilmasangiz, agar siz bu qilayotgan ishingiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni siz yuryapsiz, ketyapsiz, lekin xato yo'lga ketayotgan bo'lishingiz mumkin.
mumkin. Bilmaysiz-ku. Va oxirgi bugungi darsimizning oxirgi qismi bu kengaytirishning ketma-ketligi. Men sizlarga 5 ta bosqichni aytaman, ya'ni bosqichma-bosqich, qadamma-qadam qanday kengaytiriladi biznes. Birinchi bosqich bu moliyaviy diagnoz, ya'ni oxirgi 12 oylik daromad, xarajat, foyda va pul oqimini tahlil qilasiz. Yaxshimi holat, qaysi oylarda siz nesezonli paytlar bor, o'sha narsani hisobga olish uchun bitta holatni ko'rib olasiz kartinkani. Ikkinchi bosqich bu qoniqarli bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tasiz, tizimni mustahkamlaysiz. Ya'ni biznes sizni qatnashishsiz ham ishlaydimi yoki qaysidir odamning ishsiz ham ishlaydimi? Kimgadir bog'lanib qolmaganmi? Agar yo'q bo'lsa, avval tizim qurilsin. Tizim qurmasdan kengayish kerak emas. Uchinchi bosqich maqsad raqam, ya'ni kengaytirilganda qancha pul topishni, undan qancha oborot qilishni xohlaysiz, o'sha raqam aniq bo'lishi kerak. Uni planini qilish kerak. Raqam aniq bo'lgandan keyin unga plan yoziladi. To'rtinchi bosqich bir sinab ko'rish kerak, kichkina sinovlar qilib ko'rish kerak. Masalan, to'liq bitta filial ochib yubormasdan bir kichkinaroq qilib bitta joyda ishlatib ko'rib, ishchini bitta ko'paytirib, deylik, joyini bitta joy ko'paytirib, ozgina sinab ko'rib, bir ishlatib ko'rib, ishlab ketsa keyin davom ettirish kerak. Va 5-bosqich bu monitoring qismi, ya'ni kengaytirish boshlangach, har oyda 3 ta asosiy ko'rsatkichni ko'rib turish kerak. Ya'ni bu kengaytirish degani bu to'xtovsiz jarayon hisoblanadi. Mana shu 4 ta bosqichni o'tganingizdan keyin bu 5-bosqich doimiy qarab turiladiki, foydangizni ko'rib turishingiz kerak, pul oqimingizni ko'rib turishingiz kerak va asosiysi mijozlar soningiz. Ya'ni sizda qancha mijozlar bor, ular oshyaptimi, tushyaptimi, o'rtacha chek qancha foyda ko'ryapsiz, pul oqimi sizda stabil emasmi, pul yetishmovchilik bo'lmayaptimi? O'sha narsalarni monitoring, ya'ni har doim kuzatib, koordinatsiya qilib turishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi darsimizdan xulosa nima? Kengaytirish bu muvaffaqiyat belgisi emas ekan. Ya'ni ko'p filiali bor odam muvaffaqiyatli biznes egasi degani emas aslida. Bu yangi bosqich, ya'ni yangi mas'uliyatni bo'yniga olish degani, yangi moliyaviy xatarlar sizni kutyapti degani. Kengaytirishda demak, sizlarga bitta checklist yana bir marta takrorlab o'tib ketaman. Har doim kengaytirishdan oldin mana shu checklistga bitta bichga qo'yib chiqing, ya'ni to'ldirib chiqing yoki plyus qo'yib chiqing. Masalan, birinchisi, 6 oydan beri ketma-ket pul oqimi sizda ijobiymi, ya'ni pul yetishmovchilik emasmi? Agar ha bo'lsa, bitta plyus. Sof foyda marjasi 20% dan balandmi? 15-20% dan balandmi? Bitta plyus. 3 oylik moliyaviy rezerv bormi? Ya'ni 3 oylik yasha oladigan pul g'amlab qo'yganmisiz? Bitta plyus. Tizim sizni qatnashishingiz ham ishlaydimi? Ya'ni yoki bir qaysidir ishchisiz, siz ham ishlayveradimi? Yo'q bo'lsangiz ham ishlaydimi? Yana bitta plyus. Aniq moliyaviy maqsad raqami bormi? Ya'ni necha so'm topa olasiz aniq bu yo'nalish qilishdan? Aniqmi? Bitta, unga ham bitta plyus. Agar mana shu 5 ta savol hammasiga ha bo'lsa, kengaytirish vaqti kelgan. Agar bittasiga ham yo'q bo'lsa, avval o'sha yo'qni ustida ishlab, uni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kengayish to'g'risidagi mini darsimiz shundan iborat. O'ylaymanki, qiymatli va manfaatli bir ma'lumotlar berishga harakat qildik va buni siz agar biznesingizda nima qilsangiz, ishlatib ko'rsangiz ishlaydi inshaalloh. Ishlatib ko'ring albatta. Chunki shuncha vaqtimiz, shuncha energiyamiz ketdi. Buni ishlatib bir hayotda real kesda ishlatib ko'rsak, bu ishlaydigan narsalar hammasi ishlatsak, ishlab yurib ketadigan narsalar. Xo'p, sizlar bilan Fazliddin Davronov bo'ldi. Agar sizda yana qanaqadir moliyaviy savollar yoki biznes moliyasida muammolaringiz bo'lsa, bizni videolarimiz ostidagi kommentariyada yozib qoldiring. Albatta uni biz ko'rib chiqib, o'sha narsalar haqida yana ham sizga manfaatli va tushunarli bo'ladigan videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'ling.